besprikol aytyapman. Bizning mahalladan chiqqan odamni odam yegan. Hammasi mana qilib qaltirab o'tirardi. Prosta aytish ham g'alati-da bu narsani. Men yemaganman unaqa narsani. Men ham ichidaman shu narsani, bo'tgan narsa. Itni go'shidan sho'rva ichganmisiz hech? Ha? Itni go'shidan. Hazil bu itni go'shi emas, lekin men sizga hozir bitta bo'lgan voqeani aytib beraman. Juda ham qiziq bo'ladi. Oxirigacha eshitinglar. 15 yil oldin realniy bo'lgan voqea bu. Qish payti edi. O'sha paytlar bilsanglar it go'shi yeyish bir shunaqa bilmayman, bizlar tomondami, bizlar mahalladami it go'shi yeyishcha ommalashib ketdi, ayniqsa ichadiganlar orasida. Hammada demayman, ichadiganlar orasida ko'payib ketdi. Mahallada umuman it qolgani yo'q. Hamma itlarni yeb, boshqa qilib alkashlar ko'p bo'lardi. O'zini pitaki bo'lardi. Alkashlarning o'tiradigan joyi hammasi mana qilib qaltirab o'tirardi. Endi o'sha paytlarda odam yeydigan odamlar ham bor edi. Ya besprikol aytyapman. Bizning mahalladan chiqqan odamni odam yegan. Mayli, bu haqda kimga qiziq bo'lsa, keyingi videoda aytib o'tamiz, polni gapirib beramiz. Prosta aytish ham g'alati-da bu narsani. Xullas, hozirgi mavzu bo'yicha aytadigan bo'lsa, xullas shunaqa payt bo'lib qoldi. Qish payti, sovuq. Biz endi bir kruvda bir 10 tacha bola edik. Shu bolalar aytib qoldi, unisi shamollagan, bunisini immuniteti tushib ketgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Aytib qoldi bittasi, dedi, biz ham bitta kuchuk sho'rva qilib ichmaymizmi dedi. Bolalar qanaqa bo'larkin, nima bo'larkin, bu ichida ikkitasi bor ekan, yaxshi bo'ladi, yeganlar bor ekanda. Men yemaganman unaqa narsani. Men ham ichidaman shu narsani, bo'tgan narsa. Xullas, bu bo'lib endi bilasizlar, bolalar darrov organizatsiya qilib, endi o't-bo'tga qo'ylov tomonlardan adashmasam qiladigan joylari bor ekan. Spesialni shuni koreyslar pishirar ekan. O'tga bormaymiz dedi. Menchasi dedi, palon pul turadi, u bu dedi, hali yeb yurganlar bilar ekan. Undan ko'ra dedi, mahalladan bittasini ushlaymiz, so'yamiz, bitta o'tirish qo'yaramiz dedi. Xo'p dedi bolalar. Endi men ham kruvdaman. Noiloj chiqdi. Ishonasizlar, bir hafta kuchuk qidiramiz. Bir hafta kuchuk zoti yo'q, boshqa payt ko'chalarda yuradigan kuchuklar. Endi mahallada shaytonman, u qotarlar yeb tashlagan hamma kuchuklarni. Keyin xullas bitta kuchukni topdi, ushadi, boshqa qildi. Endi hali kuchukka qarab turibman, men ko'nglim bo'lmayapti, bolalar. Bilmadim endi men qanaqa bo'ladi deyapman-da. Xullas bittasi aytdi, endi aqllirog'i oramiz dedi. Buni dedi boqish kerak dedi. Bu ko'chani kuchugi. Bu toza bo'lmaydi. Xuddi endi boqsangiz halol bo'lib qoladiganday. Ha, to'g'ri aytsan dedi. Bu bo'ldi xullas. Bitta tanishikida bir hafta boqildi hali kuchuk. Yana bir hafta qish bo'layotgan payt, shu paytda sovuq bo'layotdi, haqiqatda qor sovuq. Bir hafta haligi unga buxonka non tashishgan bolalar, sut tashishgan, qatuv topishgan. Xullas shunaqa qilsa tipi poklanar ekanda, hali ko'chada yeb yurgan narsalari chiqib ketib yengillanadi degan maqsadda. Xullas bitta bratan kuchugini so'yib bergan, o'ziga yog'ini olib qo'ygan, yog'i kerak bo'lar ekan, bilmadim. Keyin bizga katta xaltada normalniy go'sht berdi. Hali itni go'shti. Bolalar bilan oldi, xullas bitta shu kruvimizning ranchosi deymiz, endi ranchosiga bordi. O'sha yerda o'tirardi, ko'p ovqat qilib, bu narsa qilib. Bordi-da, endi bir dunyo go'sht haqiqatda. Bolalar aytdim-da qaradi, nima qilamiz. Xullas turib, haligini bolalar go'shini, lahmini o'zini ajratib oldi suvidan. Polni faqat lahmni o'zini olib qolamiz, suvi nima kerak bor u bu dedi. Xullas lahmni o'zi normalniy bo'ldi. Bu yoqda bir tale suvigi bilan.
Suvi kerak emas dedi. O'zi vaholanki uni suvi bilan qaynatar ekan, yeydiganlar, bilmadim shu. Foydasi ko'p bo'ladi deydimi. Xullas, laxmni o'zi bitta suvga to'ldirildi, piyoz tashalmadi boshida, bitta qaynatib olindi, suv to'kib tashaldi. Xullas 3 marta shunaqa bo'ldi. 3-chisida qo'yib piyoz, asosan piyoz tashaldi, tuz solib qaynatib qo'yildi. Bu orada gaplashib o'tiribmiz. Dedi, bitta brazan bor, endi otini aytmay, endi o'sha brazanni katta alabaylari bor edi, короче. Endi hali urushadigan kuchuk realniy alabaylar katta edi. Endi men bir-ikki ko'rganman, uylariga kirganimda. Hali aytib qoldi. Yur dedi, menga aytdi. Mana suvela dedi, bekor bo'lmasin, shu bratga olib borib beramiz. Itlariga berib yuboradi dedi. Hop ketdi dedim. Endi bu yoqda hali sho'rva qaynayotibdi. Bordi. Bratanimda eshikni ochdi. Yaxshimisanlar, tuzimsanlar, kellaring. Tinchlikmi? Hamma endi nima deyishni bilmayman. Qo'y so'yuvdik, shuni suvi-puyiga bor edi, ortib qoluvdi shu itizga. Yaxshi qilibsanlar, kellaring, kakras qonni ochib turuvdi. Nimani yeb tashlaysanmikin dedi. Hop kirdi. Ana endi katta joy, katta haligi alabay uylarini qurib qo'ygan. Bitta alabay, bitta alabay. Xullas bir 4-5 ta katta kuchugi bor. Odam yevoradigan kuchuklar. Xullas hali shuna paketdan suvi chiqaziluvdi. Kuchuklarcha ishonasizlarmi? Ko'z o'zgardi-da. Ko'z o'zgarib titrayapti hali kuchuklar. Katta bo'yizdek keladigan kuchuklar. Alabaylar mammaga xaltirayapti. Hali bratan tushunmadi boshida. U yoqqa bu yoqqa qarab turdi. Otlaring, berlaring yeydi dedi. Hali itni go'shini suvigu. Hali alabay oldiga bitta otiluvdi, birinchisini oldiga. Alabay ingillavordi-da. Shuna uyga qochib kirib ketgan. Bratan tushunmayapti kuchukning egasi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima qilyapti? Unisiga berlaring dedi. Unisiga otsa, undan katta bir qora sifat, bir aralashgan rangli bir alabay bilan qanaqadir kuchuk aralashgan. Ingillab unisi ham iniga kirib ketdi. Hali brat tushunmayapti. Nima bo'ldi? Nima qilib qo'ydilaring kuchuklarim? Nima bo'ldi? Nima olib kelgansanlar o'zi? Itni go'shini it yemas ekan. Men o'zim ko'rganim, itni go'shini it yemas ekan. Qo'rqib, haligi hidini o'zidan bilyapti. Men aytdim, odam yeb o'rgan. Bu itni go'shini it yemas ekan. Hididan bilib, ko'zlari qo'rqib, hali alabaylar, qozoqlar shunaqa titrab qoldi. Brat tushunmadi, bo'pti aka, mana o'zingiz berib yuborarsiz deb paketni. Haligi suvi-puyilarni bratan ham tushunmas, mayli nima bo'lyapti bularga deb qoldi xullas. Men prosta shunaqa xulosa chiqazganim. Shunaqa odamlar bor. Pul uchun, boshqa narsa uchun, bu uchun bir-birini sotib olib odamlar bor. Men Rossiyaga, boshqaga shunaqalarni eshitgansizlar, akasi, ukasini sotib olganlar bor. Va qarindoshlarini sotib olganlar bor. Oldin bir chiqib ketuvdi-yu, ko'payib ketuvdi shunaqa narsa. Lekin bitta narsa shu ham hikmat bo'lsin deb aytganim, itni go'shini it yemas ekan. Agar haligi boyga tema bo'yicha gaplashadigan bo'lsa, endi vaqt cho'zilib ketar ekan. O'sha mahallamdan chiqqan odam yeydiganlar deganim. Realniy narsa, bu ham osmondan olib bashna sachinat qo'yotganim yo'q. Qiziq bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bo'lib qolinglar. Ko'rishamiz, gaplashamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.